Xo'sh, kiring. Obbo, Dunyoning shodligi yig'ilsa butun, tog'ajonim diydoridan bo'lolmas ustun. Bahor kelsa sizdek daraxtlar, gullar, soyangiz ostida qataysin pullar. Tog'ajon, siz ulkan chinorsiz, salobatli zir. Men kichkina niholman peshonasi shir. Shamol bo'lsa egilaman, sinmayman lekin bitta podeshka qiling tog'ajon, oldingizga kirib ishlayman sekin. Assalomu alaykum. assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tinchmi? Uydagilar yaxshimi? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz tog'ajon? Charchamayapsiz ishlar bilan? Ha, nima ishkal chiqardi yana? Ya ishkal chiqarganim yo'q, uydagilar aytgandilar, tog'am bir katta korxonaga katta boshliq deb, shuning uchun oldingizga kelaverdim ish taraf. Tayyor artist ekaningizdan nima qilasan boshqa ish qidirib? Tog'ajon gapirmang, ichim to'la talant, g'ij talantman tog'ajon, orzu umidlarim ham bir dunyo. Lekin sizga yordam beray, yordamchi bo'lay deb shularni hammasini tashlab kelaverdim-da. O'zi bilasan, biz nima ish bilan shug'ullanamiz, qanaqa mahsulotlar ishlab chiqaramiz? Oha, shuni ko'rsatsangiz bilaman-da tog'ajon, shuni ko'rish uchun ham keldim. Yurib bermassan ko'rsataman. Bo'ldi, ketdik. Faqat shuni olsam maylimi? Anajon, ko'rib turganingdan 50 turdan ortiq mahsulotlarni ishlab chiqaramiz. 800 kilodan 2,5 tonnagacha bo'lgan yukni ko'tarish quvvatiga ega. 150 sm dan 1000 sm kubgacha dvigatellar o'rnatilgan. Samosval varianti deysizmi, kabinali variant deysizmi, hammasidan bor. To'qlik mototsikllar ham bor-ku, bular narxi qancha ekan tog'ajon? 26 million so'm. Oh. Bu ohoni sababi bu motosiklimizga elektromobillarni batareyalardan o'rnatilgan litsion железо fosfatli batareyalar. Agar sen bunga 1,5 tonna yuk yuklagan payting to'liq zarar bilan 150 km yurib beradi. Gap yo'q, lekin tulporchalar qanchada ekan bu tulporchalar? Bu tulporchalar 5 ta oho. Oy. Lochin zavodida kvadrotsiklar ham ishlab chiqariladi. Bularning yuk ko'tarish quvvati 2 tonna, polnoprovodniy hisoblanadi, ja? Tog'ajon bu ham qachirga o'xshab mototsikl moshin chachtirilgan ekanda. Ha, shunday. Ja, sen o'zi qo'lingdan nima ish keladi? Qayerga ishga qo'yasan? Endi tog'ajon, menga shu bitta mo'ylik ish bo'lsa sizni bir duo qilib ishlaydim-da. Bo'ldi, kelishdik, jon. Ana bu mo'y. Buni ushla. Ana bu yerda ko'rib turgan hamma stanoklarni birma-bir mo'ylab chiqasan, tushunding-a? Hammasini. Hammasini. Tog'ajon, men tushuntirolmadimmi nimada? Ana qaymoqli ishlar bo'ladi-ku, qaymoqli ishlar, shundan topib bering. Qaymoqli ish? Ha, bo'ldi, ishing hal. Yur ketdik. Anajon, ana bu sigir. O'tini berasan, suvini berasan, 2 marta sutini sog'ib olasan. Aytganingda qaymoqli ish, qaymog'i ham o'zingga. Tog'ajon, ho'kiz lekin. Ha, bilaykaling ajon, ana sigir. Ma bo'lmasa sotilni ol, ishni boshla. Tog'ajon, ko'ki bor joyga ishga qo'ying, ko'ki bor joyga, ko'ki bor. Bo'lajon, tamom, tushundim seni. Hozir yes qilamiz. Tabiatni qarajon. Ana senga ko'klik ish, ana manzara. Gazini bosib ishlajon. Ha, qara. Tog'ajon, men tushundim. Men bir mototsiklni, texnikani yaxshilab o'rganib, keyin kelib ishlab bilakanman berar. Ana o'zingga kelingjon. Voday. Arqadan so'kib yurma yana, so'ksang hozir so'k.